Yapma. Yapma. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Bu o'lgan. İşlemese yap. Shunaqa sır beryapti. İşlasa. Ey, yuram bo'shashma. Qani to'pimni kiyib olay. Aman. Hayır. Voy do. Bergan bo'shashmasan ko'rsataman sizga. Mana nazar qiladigan narsa bular. Nima bu? Bu ekonomik yo'l bular. Bitta telefonda boshqaraverasiz. Qanday? Wi-Fi ligidan bular. Mana shu ko'rib turganingiz, ishlar ham to'liqliklardan tayinlangan bo'ladi. Qallaga juda ham qalin bular. Zo'r variantdan bular. Bir qop ko'mirni 2-3 kun yaqiydigan variantdan bular. Bitta telefonda boshqarasiz. Mana shu 150 kvadrat. Atiga $1000 sotgani $950 qilyapti. Eng arzon. Mana bunimizga keladigan bo'lsak, bu ham arzon bo'ladi 200 kvadrat. 1200 1150 ga ham beraveradi. Wi-Fi var. Agar Wi-Fi siz bo'lsa 1100 ham bo'lardi. Mana ko'ring. Ko'ryapsizmi? Hozirdan harakatni qilib, o'zi yozda g'amini qishda qilib qo'yish kerak ekan. Bunimiz 300 kvadrat bo'ladi. 1250 obunachilarga. Voy bilan orqam yomon yonyapti. Voy joningda. Mana buni qarang. Bunaqasi hech qayerda yo'q. 1200 kvadratligi 3,5 ming sotilgan. Atiga $3000 ga. Dastlabkasi ham bekor umuman. Uyni ichiga o'rnatadigan bo'lsangiz, farzandlaringiz xuddi mana shunaqa qishki kunida ham maza qilib yonga yuradi. Bitta ham buni olmaydi, to'shakka ham yo'llamaydi. Yosh kattalar ham kasal bo'lavermaydi. Yosh bolalar buni olmaydi. Ortiqcha dori-darmonlarga pul ketmaydi. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar, dastlabki O'zbekiston bo'ylab bor. Tamom.